Devonamali Abduvali aka ko'pchilik taniydi. Biz mashinani bir haftaga test drive'ga bergan edik. Reklamaga olmaganlar, bir sim pul olmaganlar. Xolis, to'g'rimi? Chisti kayf qilishga oldim. Yoqdingizmi? Yoqdingizmi debman. Men yoqdim lekin bu mashinaga aka. Devonamalini oldim. Ayam gapiradi, yoqdingiz. Yoqdim aka. Xo'p, aka, mashinani afzalligi, kamchiliklari. Nimasi yoqmadi, nimasi yoqdi? Luki yo'ligi yoqmadi menga. Chunki men kurashchi odamman. Chakadigan odam. Ha, chakadigan odamga luki bo'lmasa qiyin bo'ladi. Targ'ib qilish emas, lekin haqiqat, bor gap shu. Xo'p, endi aytmoqchi bo'lgan joyim yana nima edi? Kamchilikdan boshlaylik. Nima yana kamchiliklar bor, aka? Aytavering bor. Поворотлigi katta скоростda kirayotganimda bor-ku. Sidinadan bundan chiqib ketadi tana, bilasizmi? Bundan chiqarib yuboradi. Ham chetib borib sidinani mamlakatga bundan botib qo'yadi, bundan qilib qo'yadi. To есть sidina meni bunaqa quchoqlamadi. Men bunaqa yopishmadim-chi, bunaqa kirmadim. Lekin ko'niksa bo'ladigan darajada. Ya'ni men bunaqa reski, ya'ni katta скоростda поворотliga kirayotganimda-chi barrazgina ushadim. Nimnoq qilib. Придерживал-da, что bilaman hozir meni bunaqa qiladi. Men taqilgan holatda ham qiladi bu narsani. Azizgina oqizadi. Spinkani sozlaganmidingiz? Ha, sozlaganman. Har qanaqasiga sozladim men bu narsani. Keyin menga yoqmagan narsa head-up display bor-ku. Meni yotib olib yurishimda na egilsam ko'rinmayapti-da. Na ko'tarilsam ko'rinyapti. Uni ham sozlasa bo'ladi-ku balandligini. Baland pastliginimi? Men uni keyin ko'rdim-da. Lekin uni ko'rgunimcha, bor edi dedim, o'chirib qo'ydim. Men chalg'itadi shu narsa. Men bitta bori speedometr ko'rsatyapti, yetadi, uni boshimga uramanmi dedim. Xullas, maza qilib yurdim, lekin bir kishi haydab yurishiga dizayni chiroyli, disklari chiroyli, zvukiga unaqa maza qilmadim, lekin bo'ladi, lekin bitta o'zim maza qilib yurishimga, yani молодежный mashina ekan-da. Menga shunisi yoqdi. Suradigan shunisi zo'r, lekin batareykasi tez tugashi bor, menga yoqmadi. Endi aka, charchab ketdim zaryadga qo'yib. Katta litrajli mashinalar, dvigatellar bor, ichki yonma dvigatelli, DVSli dvigatellar ham gaz tapib qilsangiz bor-ku, bossangiz, o'piradi, 3 barobar, 4 barobar, to'g'ri. Просто u tezroq bitadi-da, zapravkaga kirsang, tirs zapravka qilib beradi, ketaverasan-da. O'tirishing kerak ekan, 100% bo'lguncha. Qarang, buni batareykasini nimaga tez ketdi deganini sababini tushuntirib beraman. Birinchidan, sovuq kunda haydadilar, pechka yo'q bo'lgan. Pechka, muzika. Pechka eng ko'p batareykani yeydigan narsalardan, omillardan bittasi. Bundan tashqari, mashina ikkita motorda, 4 ta g'ildirak tortadi. Полный привод. Yana bosyaptilar. Yana ishga ketadi deb qolmaydi. Shunaqa ekan, ha. Xullas, kitobida qancha 550 mi, 542 mi? 350 yurdim-da, 300-350 yurdim. Bularni bosishida meni surib yurishimda shunaqa bo'ldi-da. O'shanga menga gibrid tinch ekan, tezroq o'ting faqat aka. Bo'ldi. Xo'p, nima maslahat berasizmi yo'qmi bunaqani? Mashinani bizani to'g'risini aytaymi? Anaqalarimizga, obunachilarimizga. Men bitta okaning videosini ko'rib qoldim, bitta zo'r gap gapirdilar-da. 40 minggacha BYD haydasi bo'ladi dedi. 40 mingdan tepasiga tinchgina Merc yoki BMW haydayveringlar dedi-da. Shu gap o'sha odamning gapida jon bor dedim-da. Shunaqa qaradim, arziydi bu mashina. Meni bitta okam chempion haydaydilar. Ularda elektro полный. EV deydimi? Bitta haydadilar, ko'rdilar-da. Menga yoqdi bu mashina dedilar-da. Ular elektrich haydab o'rganib qolgan. Aytayman, yoshi katta mujiklar bo'ladi-ku. Qisib yurishadi-yu, shaqqa shoshmaydi. Endi biz ko'timizni qurtimiz bor, hali ham bor. O'pkamizda, deb misol-chi. Yoshizam borib qoldi. Bir joyga. Ya, endi menimcha bilmadim. Kamida bir 50 yoshimgacha surib yursam kerak bor mashinani. Qarib quyilmagan deydi, mana shu odam bo'ladi. Yo'q, mashinani-chi haydaganda jonini bu yoqqa sug'urib olmasam, men u mashinani haydadim demayman hech qachon. Qachonki u mana shu tapku bosib, mana shu 160-180 larga chiqib bermaguncha men u mashinani haydamadim. Bunda chiqdingiz? Chiqdim. Просто videoga olib chiqarib o'tirmadim. Ne bilasiz, sразу press qahramon qarayman, gnat qilib yuribdi. Mazasini qochiring deb sразу jo'natib yuborishadi-ku. Shanchi ko'rsatib o'tirmadim. Kechirasizlar, shunaqa qilib chiqib qo'yibmiz. Aka, remen taqmay video olganlarni jo'natib yuborishyapti-da. Shularni ham qilishyapti. Nimaga sen rulda video olyapsan, nimaga sen remen taqmagansan? Isbot dalil bilan chiqarib qo'yibsan, senga shtraf, короче. Mana shunaqa narsalar qilib tashlashadi-yu, o'shanga qolamadim, ko'p narsani ko'rsatmadim shuning uchun. Okey, tushundim. Atak, qaraganda
gap bo'lishi mumkin emas. O'sha hozir ko'rdim men. Salonda turuvdi-ku anaqa body kitli Siline. Qora. Nomer 701 emasmidi? Yo'q, u paytda nomer yo'q edi. Hozir 701 qora Siline ko'rdim. Shuna jumadan chiqqanimizda ko'rdim. Body kit taqilgan-da, orqasiga ham taqilgan. Zo'r. Shu faqat yoni qolib ketgan-da. Ha, yoniga qilmasa oldi orqa qizig'i yo'q. Ha, video o'zgargan. Ha. Takoy nima desam bo'ladi? Anaqalarni eslatdi menga, to'g'risini aytsam. Porsche Cayenne bor-ku. Takoy dizayni zo'r-da. Anaqasi ham zo'r. Disk dизайниga maza qildim. В первый раз я вижу, чтобы BYD выпустили красивые диски на свои машины, на заводскую машину. Gap bo'lishi. Просто chempionlarniki fuflomitsin-da, вообще yoqmaydi menga dizayni. Endi segmentga qarab-da, aka. Не то. Segment ko'tarilgan sari sifati ham, unga qo'yilgan talab ham oshib boraveradi. Lekin buni surishiga maza qildim men. Ozgina o'ylar ekan. Yana bor. Ozgina bor-da. Bu xavfsizlik nuqtai nazardan. Agar siz uni olib tashlasangiz ham bo'ladi. Yo'q, ограничитель. Masalan, nima demoqchiman? Ko'p mashinalarda bo'ladi, ko'pchilik yama deb o'ylaydi. Bilmasdan bosavergan paytingizda, чтобы отменить можно было. Olib ketib qolmasligi uchun bosib turibsizmi? Texnika безопасности. O'ylaydi, asosini bosyapti, demak, bo'ldi, tartib qilishim kerak ekan degan. Ha, bo'ldi, tushundim. Kick down deydi bu funksiya nomi. Bo'ldi, tushundim. Ama kick down qilyapman-da, u o'ylayapti-da, keyin yuryapti. Biling, ama joyidan silkitmaysan, meni davomman qilmayapti. Bilmabman, ko'rlamabman shu narsani. Bu narsa, bilasizmi, ko'pchiligiga maslahat berilmaydi, unaqa kick down funksiyasini pastdan ishlatish. U reduktorga katta nagruzka. Постоянно sirvat quvurgandan keyin tugab eting. Reduktor tez charchaydi. 4,5 sekundga faqatgina 100% zaryadka bo'lganda chiqadi. Yo'q, unaqa emas. Aka, ishoning. Men 50 dan pastda ham chiqardim, aka. Chiqmaydi, aka. 4.2 ga chiqardim, aka. Men yaqinda videosini chiqaraman. Yo'q. 4.2 ga chiqardim men. Tushib ketadi, aka. Yo'q. Endi bilmadim, 30-20 dan keyin balki o'sha ekonomik rejimga o'tib olar, lekin 60-70 dan keyin kamida bosdim lekin. Javob berdi. 60-70 dan keyin 4,5 sekundda 100 ga chiqmaydi o'sha. Zaryadga o'tirayotgan paytda. Motorni nastorka qilgandirsiz. Bilmadim, sport rejimda yurdim lekin. Yana tekshirib ko'rasiz. Silaynimi? Lekin haydab berardim. Yana haydab berardim deysiz? Haqiqiy o'zi mana shunda bo'ladi. Odam yana haydagisi kelyaptimi, demak haqiqatan yo'q. Oxirigacha maza qilmadim-da, oxirigacha lekin o'sha endi mashinani o'zingizniki qilib oladigan payti kelyapti-da. O'zi o'rganib oldim-da. Hozir ham bu boshida menga masalan mashina yoqmadi. Hozir haydab yuribman, yoqyapti. Fikr o'zgardi. O'sha pnevmasini, klirenslarini baland qilib qo'ydim-da, hozir oxirigacha ko'tarib qo'ydim. Endi bo'lmaydi qanaqa his qilaman. O'shaning uchun men hamma anaqalarga aytaman-da, obunachilarimizga aytaman, kuzatuvchilarga aytaman. Uzoq muddatli test drive haqiqiy mashina saniki emasmi? O'sha narsani ochib berar ekan. 4 kilometr, 5 kilometr haydaganda baribir his qilishga ulgurmaysizlar. Mana hozir aytayotdilar, bir hafta test drive qilganda endi ko'nikishni boshlayapti. Fikrim o'zgardi deyapti. Katta rahmat sizga. Lekin BYD Champion gibrid ustun keladi bundan. Zvuk tomonlama, kilometraj tomonlama, lyuki bor, diski fuflomitsin bo'lsa ham almashtirib yuborsa bo'ladigan joyi bor. Katta rahmat, vaqtingizni ajratmaganimga. Bo'ldi. Uncha strashno, bratjon, gaplashamiz. O'zi mana shu akani ko'rganda bor-ku, til sepidan chiqib ketib qoladi, makinlashib boshlaydi bor-ku. Spitsalni qilib beradimi deyman. Zo'r gap aytdingiz, yaqin ukamga aytayotdi. Ukam gap aytdingiz, senga desam, men o'zim вообще ish bo'laman bilmayman. Desam shunaqa buraldi. Instagramga chiqib, nimadirlarni vala qilayman, qarab turaman deb. Shu ham gap ma'nosini emsin deyman. Chuvosib o'zimdan sostalarga qarayman. Bor edi deyman. Lekin ular borib buralayotdi-da kulib.